savollar bo'lsa, nima tushundik, nima tushunmadik. Hazretim o'zingizning millatingiz bilan bo'ladilar. O'zingizning millatingiz bilan bo'ladilar. Endi bu yerda birinchidan endi bular ulug' insonlar, komil insonlar haqida ketyapti endi bu, kamolotga yetgan insonlar. Endi masalan oddiy insonlar, masalan tarqatga kirgan insonlarda nimalarda u ibtidodan boshlab to ana shu maqomlarda o'tguncha masalan pironlar bilan o'zining o'rtasida masalan qanday bog'lanish bo'lishi kerak? Endi buni bizlar endi eng pastabada insonlar bo'ladiganmiz. Menimcha shu pirga bo'lgan muhabbat. Pirga bo'lgan muhabbat, pirga bo'lgan ishonch. Pirim komil pir deb shunga mukammal ishonchni hosil bo'lish kerak bo'ladi. Agar gumon qilib bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, pir aytayotgan narsalar mana bu shuni o'raman desa, adabsizlik bo'lib qoladi. Endi undan keyin ularda masalan komil insonlarda endi ular ibodatlar bilan, zikrlar bilan, riyozatlar bilan ko'tarilaveradi. Shunday. Ungacha oddiy insonlardan past taqalbadagi insonlar to bir nimaga yetguncha, joyga yetguncha, demak ixlos kerak ekanda birinchidan. Ixlos muhabbat. Ixlos muhabbat. Alloh yetkazsin shu holatlarni hammasi. Endi bu insoniyatning holi. Bu insoniyatdagi bor hol endi. Uning uchun albatta riyozat, albatta muhabbat, albatta pir komillarimiz kerak bo'ladi payg'ambarlarimiz. Bular masalan shu payg'ambarlarimizdan kelayotgan bir quvvatlarda endi. Kecha shu savolga kecha o'zlari javob berdilar. Masalan bir birodarimiz savol berganda menda gohida Allohga bo'lgan muhabbatim kuchayib ketadi, gohida dunyoga bo'lgan muhabbatim kuchayib ketadi deganda, shunda qaysi holatlarda masalan shu Allohga bo'lgan muhabbatni mustahkam ushlab turish kerak bo'ladi? Faqat poklik holatda. Faqat shu dunyo ma'nosida va yemak, ichmak, halol haromlik ma'nosida poklik kerak bo'ladi. Bizlar endi toat yurish turishligimizda biz mana shu holatimizda harom bilan halolga orasini bizning davrimiz, bizning yorlarimizda, bizning davrlarimizda juda ham murakkab bir holat turadi. O'shalarning hammasi e'tibor qilinadi. Yana qolgan savollar bor, oxirida bersa maqsad. Mayli, hozirdan Kecha o'qimadingmi? Yo'q. O'qiyveraymi hozir? O'qiraylikmi hozir? Ha. Assalomu alaykum pirim. Avvalambor sizga bayat qildirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Hozirgi davrda har xil ma'lumotlar ko'payib ketdi. Masalan, Ashura ro'zasi, Meroj kechasi, bunaqa qiling deydiganlar ko'payib ketdi. Ayniqsa YouTube, Instagramlarda biridan so'ramasdan o'zimizni vazifalarimizdan boshqasini qilish mumkinmi? Birdan so'ramasdan o'zidan boshqa o'zicha bir vazifalarni qilishlik insoniyatda vasvas va shaytonning changalga tushib qolishlik xavflari bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz birodarlar? Pirimizga salomatlik tilaymiz. Savolimiz yangi yo'lda yashaymiz. Dilafruzmiz. 3 farzandimiz bor. Ehtiyojlarimiz, yaxshi niyatlar, nafsimiz tarbiyasi uchun muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlar biznesini uyda boshlamoqchimiz. Birim himmat qilsalar. Hozir o'qib ketyapsiz, biz yaxshi anglamay qolyapmiz. Keyin aytib tushuntirib berasiz. O'qigan narsangizni aytib tushuntirib beradi.
bir birodarimiz uyda o'zi mahsulot chiqarib nima qilyapti ekanda, shularni tarqatyapti ekan. Shu boshlagan ishimizga birinchi duo so'rayapti ekan, ikkinchidan mahallaga ham ish bilan ta'minlayapti ekanda. Shularga nima qilsa bo'ladimi shunaqa? Albatta shu ishinglarga barakat bo'lsin. Shu har bir ishlarda masalan hozir endi bir nima deymiz, tadbirkor deymiz. Bo'lmasam shunaqa ishlab chiqaruvchilar xalqqa juda ham ko'p foydalar tegadi. Shuning uchun sizlarni ham o'zlaringiz ham shularda boshlanishi deb tushunaylik. Sizlar ham o'sha atroflaringizdagi xalqqa, bo'lmasam o'zingizning qarindosh urug'laringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga shu o'zingiz bilan ishlab borishingiz bilan ham o'zingizga ham boshqalarga bir manfaat keltiradigan bo'lsangiz, nur ustiga ala nur bo'ladi. Hazrat Pirim yana bir savol. Hazratim, mening pirim bor, lekin xo'jayinimning, ya'ni kuyovimning piri yo'q deydi. Pirga qo'l berishganmiz, qaynliklari hammasida. Shuni endi men qanaqa qilib yuraman shu xo'jayinim bilan deydi. Keyin ular tushunib yo'q deydi. Shuning uchun nima qilish kerak deydi. Albatta bu holatlarda shu eri bilan maslahat qilsin, erining ruxsatini olsin. Eriga shu pirda bilan qo'shilib yurishligini foydasi ekanligini, foydali ekanligini tushuntirsin. Oilaning orasidagi bo'layotgan munosabat birinchi darajaga qo'yilsin bu yerda. Birga qo'l berishlik asl ma'nosi taslim bo'lishlik. Shu ayol kishining eri uning birinchi piri shudir. Shunga taslim bo'lishlik bilan saodat topadi. Keyin yana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat Pirim. Hozirda Qur'on yodlash bilan mashg'ulmiz deydi. Hazratim, haqqimizga duo qilib qo'ying. Avval duo so'rayaptilar. Keyin savolim shundan iboratki, deydilar, nafiy isbot zikri va boshqa zikrlarni ham qilaman, ammo ko'proq vaqtim Qur'on yodlash bilan o'tadi. Shu sababdan zikrim oz bo'lsa-da, Qur'on bilan ham u zikr holiga, barakatiga erishsa bo'ladimi? Yo'inki bir vaqt ajratib nafiy isbot zikrini qilishim lozim bo'ladimi? Qur'on o'qishlar ham zikr, Qur'on o'qishlar ham zikr. Endi Qur'onni masalan o'qib ustozlardan olib shu ilm olayotgan bo'lsangiz, u ham zikr. Nafiy isbotdan ma'lum bir ozgina nisobga keltirib qo'yib, unga xalaqit qilmay, Qur'onga xalaqit qilmaydigan darajada ushlab turing. Keyin yana savol. Assalomu alaykum Hazrat Pirim, yaxshimisiz? Biz bolalikdan nogironmiz. Kinlikdan pastida sezgi yo'q, peshob tuta olmaymiz. Juda ko'p marta namozga o'qishga urindim, joy namozlarga tomib ketadi va hozirda namoz o'qimayapman. Pirim nima qilay? Maslahat bersangiz, namoz o'qishni juda ham xohlayman. Hozirgi paytda boyaga pampersga o'xshagan o'sha insonning peshobini kiyimiga ustiga tomib kelmaydigan bir narsalarni izlab toping bo'lmasam, o'shalar bilan namoz o'qiyveringlar. Shu namoz vaqtlarida peshob tomib ketsa ham namoz buzilmaydi. Chunki siz namoz o'qiyotganini bilasiz, siz uzrli holdasiz. Uzrli hol bo'lgandan keyin siz o'sha namozning vaqti, o'sha namoz o'qishlik vaqtida pok bo'lasiz. Namoz o'qishlik vaqti chiqqandan keyin yana tahoratingiz buziladi. Hisoblanadi. Buziladida, undan keyin keyingi namozga o'shani tayammum qilib, har namozga tayammum bilan yo tahorat olishlik bilan o'sha namozning oxirigacha namozingizni davom etaverasiz. Agar namozning ichida ham tomib ketadigan bo'lsa, faqat namozdan chiqishingiz, assalomu alaykum deb chiqgan vaqtingizda, endi masalan siz endi sunnatni o'qiysiz, undan keyin farzni o'qiysiz, yana sunnatni o'qiysiz. Har bir sunnatga bir niyat qilasiz, farzga niyat qilasiz, keyingi sunnatga niyat qilasiz va niyat qilganda sunnatga niyat qilib bir tayammum qo'yasiz, farzga niyat qilib bitta tayammum qo'yasiz, keyingi sunnatlarga ham bitta tayammum qo'yasiz. Tayammum deydi, siz ko'p mashaqqat bo'lmaydi, shu niyat qilib tayammum qo'yaverasiz. Shunda yana bir shunga bog'liq narsa, masalan, pampersni har namozga almashtirish kerakmi yo bir almashtirib? Yo bir almashtirib bo'lsa bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, tushunarli.